Ay, xonadonimizning yangi quli. Qizi, qulvachchan. Dahshat bu yog'iga janglar bo'ladi. Sizni deb otadi. Siz o'qlarga deb chap berishingiz kerak. Birinchi zarbalar kelganda ko'karganda talofat ko'rasiz. Yo'q. 12 barmoq ichaklarga deb uradi. Deyolmayman. Hazillashdim. Ey, Ovsin. Eringizni 5 marta uylanganini aytdimmi? Nima? Hazillashdim. Yema ishonuvchilik deydi. Ko'chada ikkita bolasi borligini aytdimmi? Nima? Hazil. Ana shunday bo'lish kerak. Qaynonamni iflos degan aytdimmi? Ey, siz bunaqa iflos oilani O'zbekistonda ko'rmagansiz. 25 soat ishlaysiz. Oyijon boru, "Hey, katta o'singizga ayting, ani kirlari yuvib qo'ysin" desa boru sizchi, "Yo'q, deng. Yo'q, o'zim qilaman" deng. Maylimi? Xo'p. Qaynonamni sevib qayerdaligini bilasizmi? Yo'q. Mana bilasiz. Men bilaman. Ana qaynopa kelganda boru, "Voy, qaynopajon xush kelibsiz" deng. Xo'p. Maylimi? Ana kundada. Bildingizmi? Kelganda bor ovqatga uyqu dori qo'shib bering. Men ham kelganda shunaqa qilaman. Voy, bir maza uxladimi deb ketadi. Kam gapiradi. Bildingizmi? Ana shunaqa bo'lish kerak. Ay, kelin ham odammi? Siqilmang. Men ham bo'lmay ketay. Meni boshda reanimatsiyaga tushib qolganmi birinchi kuni? Boshim aylanib ketay. Aylanursin. Bu hayot shunday aylanadi. Keyin siz aylantirasiz. Ey, ikkita tuqquncha jim yuring. Deb pastga qarab yuring. Pul topib olsangiz ham birinchi oyoqqa bosing. Tushundingizmi? Bu xonadon shunday. O'rnashib olguncha jim kuzating hammani. Qaynona qanaqa, Ovsin qanaqa? Yo'q, men endi bir yaxshi insonman. Menga qarshi qilsangiz, lekin eningiz uchquronni ko'rsataman, aytib qo'yay. Menga qarshi bo'lmang. Bir do'st bu xonadonda men. Ana Ovsinga emas, ana qaynopalarga yaxshi gapiring. Tushundingizmi? Turing. Bu nima ahvol? Yo'q, Ovsin gapirganda o'tiryapti. Tavba qildim. Ovsinga unaqa qilmang. Kim tilab turibsiz?